Fakat işenmegen bola dağın tuğuz biray. Dağın tuğuz bergenden keyin ikkinchi turni xalagan yad uyg'onlar uyg'onmay qolsam maydam topdim. Uchinchi turga kelganda men yaxshi ko'rsam menda uyg'onam. Men uyg'onmasiz, chimib pul to'lasiz bo'laverdi. Faqat maktab pul to'lamaysizlar. Uchinchi tur to'lgan pulni maktab to'lgan pul qatorida hisoblandi. Menda qilganingiz haqiqatan o'zingizlar acha to'lgan pullar unum ko'ra olasizlar. Buni tushunayotgan bolalar, kibimni tekislar tushunmagan bolalar, yana tushunmayotgansizlar, tushunmasangiz men o'zingizlar qilsizlar. Keyin men ikki pelvon imtihonni o'tib chiqibdi. Ma pelvonningki avval ko'rib boqaymi? 4-chi qatimni o'tkazgan bo'ldik bolalar. Hem şu qo'yimiz 3 qatim imtihon berib o'tmay, bek chiqib 5 qat turgan joyda men tasoddifiy lataylardan chiqqandan chiqib qolganman. Shundan bir ugun baqay meslar so'raydi kelib emlaban ko'rgandan keyin o'qish bo'lib o'rgangan bo'ldi. Qolgan yurak so'zini o'zining og'zidan olamiz. O'tmay shu 3 qatim berib, o'tmay shunday ko'ydirib o'xshayim deb qo'rqib kelsim. Bela o'tirgan bular. Imtihon maydonida o'tirgan. Shu o'tib chiqdi qizning. Men aslida 4-chi qatimga kelib 5 qatim bir qoldim deb kelgan bu bola. Hozir men yoqaysoq qatim o'tmayotgan. Men qo'rqib qo'yib oxirgi qatim keldim deb menga yolg'onchilik qo'yib chiribdi, lekin amaliyotda chiqib fursa bor ekan bo'ldi o'takchi biza. Men chiqdim fursa o'shib qolib turgan. Bir qatim o'tasiz? Qatimdan o'tdim birinchi kursda. Bundan qatnasha avvaldir bir tasoddifiy mashina do'konlarida ishlar yuz berdimi yoki aydigan petlam shu pet edib chiqdim. Aydigan petlam edib chiqdim. Mashina chiq emasga. Endi maydonda mashina chiqmas degan yolg'on gap mashina chiq. Lekin intamida bek chiqmaydi mashina chiq bo'ladi. Emniyatdan so'zlaymiz, har kimda yasalma qilib qilmanda ko'p turda shaqat qilgan ish faqat mevjud emas, bo'lib menda. Shu emniyat kelayotgan bolalar haqiqiy shofer o'ltim degan bo'lib degan sonda mashinadan mashina chiq, emniyat intamda mashina chiqmaydi. Ham shu bolalar ko'pincha olib ko'riblar, mashina chiqdan ko'rib ketyapsizlar, kelsangiz mayli. Yaxshi yadib o'tib kelsangiz mayli, lekin endi qo'limizga kelsa kuchaymiz, kuchgan bolalar asosan o'tadi. Acamning yo'ldoshi ekan shaqilmaydi. Bilgan bolalar işte yo'ldoshi olsa açsan yoki singlisi olsan yoki akinisi olsan işte bir tavsiya qilib o'tib ketib qolgandan keyin xushalik xushlanib işte deydi ham bolalar. Paynib qolmasa unda gapni hech kim demaydi hozir. Shunga o'xshash shu qilgan bolalar paynib qolganlar. Mavkimizni olib qolsa mana internetda o'rganib birinchi qatimdan o'tgan bo'ldi. Birinchi qatimdan keyin ikkinchi qatim qurs o'tadi, lekin menda birinchi qatimda o'tdi degan gap, birinchi qatim imtihonimizda o'tdi degan gap. Mavkimizni olib qolsa hamda o'quvchimiz o'xshamaydi. O'quvchimiz hamda boshda oxirida ko'pincha tashviqotdan shu birinchi turdan to'rtinchi turgacha o'qish pul orqali kelishga birma desam ishinib xizmat qiluvchimizdan bilsa shu ikkinchi turda bizning hamda men asosan 3-chi turda o'tyapman, ikkinchi turda men o'zimni yetaklaydigan ma'lumlar ham o'xshash hamda bu yana chiqmagan bilan yangi ishda shunday tirishayotgan tajribali javoblarim bor. Shu bolalar tarbiyalanadi. Tarbiyalagandan keyin ankiza ikkinchi turda o'tib ish chiqqandan keyin ma'lumotga ma'lumot jarayonida va o'quvchimiz ana shu intermediatni o'zi o'rgangan bo'ldi. O'qish pulidan boshqa o'qish pul to'ladingizmi, maydonga chiqib to'lamadingizmi? Yo'q, o'qish pul to'lapman. Shu o'qish pul orqali ham chiqqan mandat deymishda bola o'qish deyman. Shunda tashviq qilsa normal ishni qilasizlar. Aslında bolalar hamda ishni qilib qolmaslar. Men deyman normal bolalar faqat ishlanmagan bolalar dağın tuğuz biray. Dağın tuğuz bergandan keyin sizlar ikkinchi turni xalagan yad uyg'onlar uyg'onmay qolsam maydam topdim. Uchinchi turga kelganda men yaxshi ko'rsam menda uyg'onam. Men uyg'onmasiz, chimib pul to'lasiz bo'laverdi. Faqat maktab pul to'lamaysizlar. Uchinchi tur to'lgan pulni maktab to'lgan pul qatorida hisoblandi. Menda qilganingiz haqiqatan o'zingizlar acha to'lgan pullar unum ko'ra olasizlar. Buni tushunayotgan bolalar, kibimni tekislar tushunmagan bolalar, yana tushunmayotgansizlar, tushunmasangiz men o'zingizlar qilsizlar. Keyin oxirgi kelgan joyda mishay chiqqanda pul to'lgandan keyin tushunasizlar gapimni. Shuni o'xshash uyg'onmada men uchun bir soat imtihon mashina haydab desam, bizning mashq mashinasi imtihon mashina boshqa. Mashq haydgan bolalar imtihon mashina bir soat haydab o'tganda o'tish texnik yuqori bo'ladi. Ma'qul aytdingiz, ma'qul dedi, yo'l lekin azroq 5 daqiqa haydamagan. Haydamagan sharoitim bizning mashq mashina haydab bir soat imtihon haydamayman o'tgan o'quvchi hisobida ma'qulcha. Mashqimiz chunki imtihon o'xshash talab. Lekin imtihon haydashga sabab sizlar o'rganish emas, shu mashina moslashi, shu mashina tushunish, shu mashinaga bir taqobil bilan yuragimizni to'xtatishchirsizlar. Va bizim o'rganish emas. Shunda sharoitim haydasa o'tish yuqori bo'ldi. Ko'pincha qiz bolalar qo'rqinchoq qilsizlar. Shu haydashni tavsiya qilmas, haydamanglar emas, haydasizlar. Lekin mashqni bizning mashinada qo'llanlar rabit pishirsinlar. Pishqandan keyin bu mashinaga endi haydalgan keyin texmaydi o'tgan bolalar bizning bilan yaxshi unitman deydi o'tmagan bolalar shu qilaman xatoligimizni bu daq imtihonda tuzdiman deb o'ylaysizlar. Unit mutaxassis o'quvchimiz ko'p bo'lganligi uchun ham o'sha paydan qo'shib chiqyapmiz. Necha vaqtdan qo'llanma o'qilsam jiqlaysiz men sizlarga paydan javob olmayman, jiq ishlab qo'lamayman. Har kun ishlamayman, 2 kundan chiqaryapman. Lekin men bugun paydan qilishim uchun chiqaryapman. Mush bola o'xshash bir yaxshi sharoitda, yaxshi bir anaqa yetakda so'l o'rgandim degan bolalar shu oldin tanishamiz bo'la olamiz. Emniyatdan bizning o'quvchilarimdan yoki men yetakchilik qilgan bolalardan avvallashib, undan keyin haqiqatan gapim emniyat bo'lgandan keyin to'lanlar bo'lmasa oldirib qo'yman. Hech qanday ma'lumga ishonmanglar men deb qo'y. Tashviqotdan 80-90% ko'p turda tashviqot bo'lgani uchun ma'lum ishonmaydigan, maktab ishonmaydigan tuyg'u sildijiq. Shunaqaqa rostqim ishonmaydigan, yolg'on ishonmaydigan bo'lib ketishsa shu. Men shunaqaqa emniyatdan so'zlab turibman, paynomal qilaman. Axirida sizning yurak so'zingizni anglaymiz ekan. Uydagilar tanishtirib chiqibdi, bu yerga chiqib 10 kundek o'rgandim. O'rganish jarayonida ma'lum bilaman. Endi sal qo'pol gaplarni o'rganish jarayonida gap anlamaganda qilib shu oxirida shu birinchi qitimli fursat qilib birdan ikkinchi qitimli fursatda o'tdim yana. Ham ma'lumdan jiq gaplarni shu almaganlikdan birinchi qitimli fursatda qilib qoldim. Lekin yana shu maktabga
Dayılıqlan pulunu төлep qıyğan məlum aşında degan bizga. Axırıncı öktüm əfkam deb. Yani imtihan pulunu sırt artıq töşük pulma төлep baxdım 1 saat meydanmı gördüm. Ona da artıq gördüm. 3-cü tur ya meydan görmemiş. 3-cü tur meydanda ügünüp şu jarayandamda üzəmit yarışdan məlumuna itekli şahsında iş qılıb imtihanda ötdüm. Men qamish balla mening qishim kelgan ishlaydigan istabda sizmi birinchi qatam 4-chi qatam bo'lganman sizmi birinchi qatam 3-chi turnirga mana shunga o'xshash sharoitda erishib balla payız ko'radi biz payız ko'rgan balla hamda vaqtni o'rlashtirib hamda menga pul to'layib tizimdan ballig'ima hamda kurashga vaqt chiqarib bermay men kurashmay turib men bilmay turib pul to'lab qo'yib maktabda o'zincha qilayotgan ballam bor kim uchun imtihon ko'rishib qolamiz deb men izlab ko'rishayotgan ballam bor hammaga ta'lim chiqarib bergankan shu bo'yicha hamda o'qish bilanlar haqiqiy hamda innovativ ega bo'ladi shu bo'yicha o'tish ilib boryapmiz don o'qigan ballar aniqlasan bo'ldi vaqtni asosan bizning ishdan tushgan vaqtimiz sizning mashg'ul tutgan vaqtda shu bo'sh vaqtingizdan foydalanib turib har qanday sharoitda mashg'ullashtirish qilib boryapmiz. Mana shundan foydalangan bolalar emniyat ko'rayotgan bolalar foydalanib qolsangiz bo'ldi. Dam qana qilishinglar.